istaysiz. Men Temurman va sizga hayotingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan bir narsani aytmoqchiman, diabetit. Davom etishdan oldin diqqat bilan qarashingizni istayman. Agar siz haqiqatan ham diabetitni sotib olishni o'ylayotgan bo'lsangiz, diqqat qiling, uni faqat rasmiy veb-saytda sotib oling. Boshqa joyda imkoniyatdan foydalanmang, chunki ko'pchilik allaqachon hafsalasi pir bo'lgan. Sifat va samaradorlik kafolati rasmiy veb-saytda va siz uchun ishni osonlashtirish uchun men havolani quyidagi tavsifga kiritdim. Yana bir muhim jihat, diabetit bilan amalda foydalanmasdan sizga natija va'da qilganlardan ehtiyot bo'ling. Keling, ishga kirishamiz. Diabetit ishlaydimi? Ha, u ishlaydi va hayotni o'zgartirdi. Minglab odamlar buni sinab ko'rdilar va uning afzalliklarini topdilar. Men diabet kasalligini 10 yoshimda aniqladim va o'shandan beri men tinim bilmay yechim izladim. Men diabet tunnel oxirida chiroq topdim. Darhol natijalarni ko'rmaslik uchun dastlabki tushkunlikka qaramay men qat'iy harakat qildim. Va 70 kundan keyin natijalar ajoyib bo'ldi. Bugun diabetit va sog'lom hayot tufayli o'zimni har qachongidan ham sog'lom va nazoratim ostida his qilyapman. Qandli diabetni davolash men uchun har doim qiyin bo'lgan. Men bir nechta muolajalarni sinab ko'rdim, lekin diabetit bilan nihoyat o'zim izlayotgan yechimni topdim. Ushbu videoni tomosha qilgandan so'ng vaqtingizni behuda o'tkazmang. Quyidagi havolani bosing va hamma narsani rasmiy veb-saytda tekshiring. Va esda tuting, diabetitni faqat davolanishni to'g'ri bajarishga sodiq bo'lsangiz sotib oling. Men bu videoni yozib oldim, chunki ko'pchiligingizda uning samaradorligi va xavfsizligi haqida savollaringiz borligini bilaman. Men sizga to'liq ishonch bilan ayta olaman, bu 100% xavfsiz, tabiiy ingrediyentlar va nojo'ya ta'sirlarsiz. Umid qilamanki, bu video sizga kerak bo'lgan ozgina kuch bo'ldi. Like qoldiring, uni kimga kerak bo'lsa, baham ko'ring va agar sizda biron bir savol bo'lsa, sharh qoldiring va men sizga yordam berishga tayyorman. Hayotingizni o'zgartirish uchun ushbu noyob imkoniyatdan foydalaning.